Bugun sizlar bilan valyuta paralarida haftalik analizni ko'rib chiqamiz. Xo'p, funt USD, ya'ni GBP USD da daily time'dan boshlab analiz qilishni boshlayman. Xo'p, hozirgi holati daily time'dagi birinchi yasalgan V ni ostidagi FVGdan bozor uptrendga, ya'ni buyga harakatlangan. Xo'p, hozirgi holatini ko'radigan bo'lsak, dailyda bizga bir marta atkat bergan FVG turibdi. Tepasida yana bir marta ishlash kerak bo'lgan FVG bor ekan. Lekin hozirgisi dailydagi ahana pastida tagida yasalgan FVG hosil bo'lgan. Mana shu FVG dan bozordan global sell kutsak bo'ladi funt dollarda. Xo'p, qayergacha buni sellini qayergacha ushlab kelsak bo'ladi? Bir daily time'dagi yana bir pastdagi FVG gacha sellni ushlab kelsak bo'ladi. Xo'p, ikkalasi ham qaytarish kuchiga ega. Bu daily katta time frame'dagi FVGlar ishlab berishi juda ham yuqori. Xo'p, hozirgi holatida maksimumni bozor 1 soatlik time'da maksimumni tepasini sweep qilib, xo'p, narx pastga harakatlanyapti. Xo'p, pastda juda ham ko'p likvid shakllanib qolgan hisobiga bozorda sell kutsak bo'ladi. Hozirgi qo'shiladigan, entry qiladigan zona bu yana 1 soatlikdagi FVG. 1 soatlikdagi mana shu FVG dan bozorda sellga risk ko'rsa bo'ladi. Mana bu yoqda bozorda likvid shakllangan ekan. Hop, mana shu joyda likvid. Agar shundan pastga yora olsa, bozorda bugun ham sell kutsak bo'ladi. Hop, mana shu FVG dan bozorda sell pozitsiya ochsak bo'ladi. Faqat likvidni yorgandan keyin. Xo'sh, hozir buni sellini o'sha dailydagi global oqishi mumkin. Dailydagi FVG gacha ushlab kelsak bo'ladi. Xo'sh, out dollarni ko'rib chiqamiz. Out dollardagi holati, hop, dailyga o'taman. Out dollardagi hozirgi holati bozorda juda ham range, dailyda ham juda ham range hosil bo'lgan ekan. Hop, yonidagi maksimum narxni belgilab olaman va pastidan FVG topaman. Mana bu yoqda katta FVG shakllangan. Mana shu FVG ni 50% ga kelganda bizni buyga entry qilib ko'rsak bo'ladi. Bu daily time'dagi analiz. Mana shu FVG dan yana ham buyga reaksiya oladi. Xo'p, hozirgi holati 1 soatlikni ko'radigan bo'lsak, 1 soatlikda narx trend yasab chiqyapti. Hozirgi holatida narx uptrend va bozor trend shakllanib tepaga harakatlanyapti. Mana shu FVG dan biza buyga entry qilib ko'rsak bo'ladi. Xo'p, bunga birdan bir kunning o'ziga kelib qo'ymasligi ham mumkin. Bir 2-3 kunda keladigan zona bu. Lekin kirganda ham uzoq muddatli buyda ushlasak bo'ladi. Bu dailydagi holati. Birinchi tepa mana shu o'zini maksimumi, ikkinchi tepa yonidagi maksimumgacha ushlasak bo'ladi. Xo'p, bu dailydagi va 1 soatlikdagi analiz. Trend hosil bo'lgan. Xo'p, NZD dollarni ko'radigan bo'lsak, NZD USD parasini ko'radigan bo'lsak, xo'sh, daily time'dagi bunda ham bozorda V hosil bo'lgan. V ni yorayotganda yasalgan FVG. Mana shu FVG eng aktiv FVG. Xo'p, 1 soatlik time'ga o'taman. Bunda ham xuddi shunaqa out dollarga o'xshash yurgan ekan. Mana shu yoqda trend shakllangan va trendni bozor pastga yorgan. Xo'p, mana bu FVGimizga kelishi yuqori. Endi trend pastga yorganning hisobiga. Shu FVG ni 50% dan biz buyga reaksiya olsak bo'ladi. Ya'ni atkat oladi narx. Qayergacha ushlasak bo'ladi? Mana bu yoqda line chapga qaraydigan bo'lsak, maksimum bor. Mana shu maksimumgacha biz buyni ushlab kelsak bo'ladi. Xo'p, endi USD CAD, NZD dollar, out dollar va funt dollarga teskari yuradigan para USD CAD. Buni holatini ko'radigan bo'lsak, dollarda xo'p, daily time'dagi holati bu ham uptrendga qarab ketyapti. Xo'p, bozorda dailyda trend shakllangan. Dailydagi uptrend shakllanib ketyapti.
Xo'p, maksimumdan yuqoriga bo'lgan har safar hozirgi holatida maksimumni yecha olmasdan turib bozor yonidagi minimumni yechgan. Xo'p, hozirgi holati maksimumni yecha olmaganning hisobiga va minimumni bozor swip qilgan ekan. Swip qilgan bo'lsa, dailydagi engulfing bizga buyga reaksiya va dailydagi hozirgi turgan holati FVGda turibdi. 1 soatlik taymga o'taman. 1 soatlik taymda juda ham tez tushib kelib, juda ham tez atkat olib bo'lgan. Hozirgi holatda biza xo'sh, juda ham impuls bilan tushib kelgan ekan. Ko'pincha bu menimcha ko'proq tiklanishga harakat qiladi bozor. Juda ham keskin tashagani uchun bozor tiklanishga harakat qiladi. Hop, mana bitta sababi bozorda trend shakllanib tushyapti. Trendni yora olsak, yana ham bayga harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Mana bu holatida inversion FVG shakllangan. Mana shu inversion FVG dan bozorga bizni bayga risk ko'rsak bo'ladi. Ya'ni bay uchun bayga risk ko'rsak bo'ladi. Qayergacha? Mana bu tepada 1 soatlikda likvid shakllangan. Mana shu likvidgacha bizni bayni ushlab kelsak bo'ladi. Bu USD-CAD parasidagi analiz. USD-JPY ni ko'radigan bo'lsak, hop, USD-JPY ni daily time ga o'taman. Buni oldingi analizimiz. Hop, hozirgi holatini ko'radigan bo'lsak, maksimumni hali yechmagan va bozor likviddan orqaga qaytgan. Ya'ni daily da shakllangan BCL likvididan bozor pastga reaksiya olgan. Bu o'sha normal punkt reaksiya olib bo'lgan. Menimcha bir marta razvorat qila olsa, yana ham buni keyingi safar yorishga harakatlanadi. Xo'p, eng maksimum narxni belgilab olaman. 158.880 narxi ekan. Hop, 1 soatlikda trend shakllangan. 1 soatlikda trendni belgilab olaman. Bozorda down trend shakllangan. Buni tepaga yorsa, biz yana ham bayga entry qilib ko'rsak bo'ladi. Yuqori, bayga yurishi yuqori. Xo'p, hozirgi holatida hozirda risk qiladigan zona yo'q, yaqin atrofda hech qanaqa zona yo'q. Dailyda juda impuls bilan tushib, juda impuls bilan qaytyapti. Ko'p ehtimol mana shu trendni yorishi kerak. Bu trendni yorolsak, biz yana ham yana keyin maksimumni yechilishiga qarab bayda ushlab borsak bo'ladi. Buning uchun bizga trendni uptrendga o'zgartirib bersa, biza keyingisi mana bu maksimumni yechilishiga qarab bayda ushlasak bo'ladi. Hozirdan ham entry qilib ko'rsa bo'ladi. Menimcha bir marta atkati bo'lishi mumkin trendni yorishi oldi yoki bittada yoradi. Xo'p, mana shu haftalik analiz bilan savdolarni boshlab olsanglar bo'ladi. Hammaga omad. Alfa Tradingni kuzatishda davom etinglar.